Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve akıbetil muttaqin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ala aleyhi ve ecmaîn amma ba'd. Assalomu alaykum hurmatli Aziz Rahmon kanalini kuzatuvchi birodarlar. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 26-iyul kuni ekan. Shundan keyingi vaqtda hozir sizlar bilan bir mavzu haqida suhbatlashgim kelib qoldi. Avval bitta savol bermoqchiman. Bir lahzada boy bo'lish mumkinmi? Millionlarga ega bo'lish. Aytaylik, qandaydir bir 2 soat ichida 300 ming yoki 500 ming pul tiqib 10 million, 15 million pullarga qanday ega bo'lish mumkin? Sizlarga savollarim. Bo'lsa bu halolmi yo bu harom pulmi? Shularga javob topamiz. Endi hozirgi payt juda ko'p mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, Facebook, Instagram tarmoqlarida, hatto YouTube'da Alisher Usmonov, Aziz Rajabov, Abdulloh Azizxonov degan yana boshqa juda ham ko'plari o'zlari post qo'yib va'da beryapti bizga. Sizdan hech nima kerak emas. Bir lahzada siz boy bo'lasiz. Qanday qilib? Ana eshitib ko'ringlar. Demak, aytmoqchiki, chuqurroq men unga savol-javob qilib gaplashsam, men deydi kriptovalyuta bilan shug'ullanaman. Siz menga investorsiz. Siz eng kam mablag' 350 ming yoki 500 ming yoki 700 yoki 1 million pul depozit qo'yishingiz mumkin. Agar 350 ming pul qo'ysangiz, atigi 1,5-2 soat ichida sizga va'da berib aytamanki 12 million, 16 million pulga ega bo'lasiz. Agar shu pulni qilib berolmasam, sizni pulingizni qaytib beraman degan va'da beryapti. Jo osonki, buni yuribmiz ekanda, osongina boy bo'lib qolamiz ekan. Keyin endi albatta u kompyuterga yozib qo'yib, shuni intellekt orqali chiqayotgandir. U bor odammi, yo'q odammi menga noma'lum. Men savol-javoblar boshladik. Menga aytyaptiki, axir namoz o'qiydigan odam sizni aldash mumkinmi? Men 5 vaqt namozni qanday qilmayman, ahli iymonlardanman. Siz qo'may pulni tikinyapti, men javob berdim. Namoz bu Allohning farzi. Alloh farz qilgan narsalarni garovga qo'yiladigan narsalarga aralashtirmang. To'g'ri gapiring dedim. Keyin siz mayli 300 ming pul qo'ying degan javob kelgandan keyin, demak, men unga aytdimki, men endi shu 300 ming pul qo'yishim shartmi? Siz millioner ekansiz. Eksoningiz bo'lsa, menga hozir operatsiyamga 12 million pul kerak, 10 million tashang ekson qilib, men hammaga sizni haqingizda gapiring, duo qilay deydigan bo'lsam, ekson degan so'zlarga umuman boshqa javoblar kelyapti. Siz adashganingizga to'g'ri yo'ldasiz. Alloh uchun ketyapsiz. Siz mayli siz uchun 250 ming tashang va 10 million 1,5-2 soatda ega bo'ling degan javoblar kelyapti. Men albatta buni gaplariga ishonmadim, lekin kimlardir ishonib. Shularni qarmog'iga ilinganlar bormi? Shu haqida men fikrlar kutib qolaman. Buni chiqishimdan maqsad endi boshqa narsa masala ham turibdi-da. Avvalambor mumkin emas. Qandaydir 300 ming yoki 500 ming pulni tikib 2 soatda hech qanday aqlli odam bizga 15 million, hattoki 30 million pul qaytarib bermaydi. Bormi shunaqasi? Bo'lsa, shu izohlarda buni ham maqsadlar. Endi boshqa tomoni bor bu yerda. Mabodo shunday bo'lganda, bu pul halolmi, harommi degan savol o'rganyapti. Shunday bo'lsa, men ko'rsam misol osongina 300 ming pulni qo'yib turib 1 soat, 2 soatda 12 million pulni olsam menga halolmi, harommi? Bunga domlalarimiz nima deydi? Eshitib ko'ramiz. Bu mashinning hammasi ben falon kishini qilayotgan ishi halol, bloger ishi halol, ukam bo'ladi deb gapirmayman. Xullas, mana o'zlaring eshitdilaring.
ahli mo'min, ahli iymon bo'lsa, men hozir tushundimki, bu mana bu ko'p hozir aynan shunday pullar yutiliryapti. Realga yo Barselonaga pul tikib, kimdir yutkazyapti, kimdir katta pul yutyapti. Shu pul qanchalik halol bo'lsa halol, harom bo'lsa harom ekan. Qisqasi bunga javobim shu bo'ldi. Eng asosiysi hushyor bo'laylik. Men shu sohalarda ham bilmay, o'zi puli yo'q, qayerlardandir zo'rg'a bir 300 ming pulni yo 500 ming topib, keyin ilintirib olgandan keyin bu pulni olish uchun yana mana shuncha pul tikasi 700 ming, keyin uni pulni olasiz dedi. Undan keyin 1 million tikasi dedi. 5-6 millionga ilib qo'ygandan keyin ilojini qilmay boshini changallab qarzga kirib qolgan bechoralar haqida ham eshitganim bo'lyapti. Shu sohada hushyorlikka chaqiraman. Sizlar mana shunday firibgarlarga ishonmanglar. Mabodo shunga ishonganlar bo'lsa yoki qo'lga tushganlar bo'lsa, sizlarning fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Salomat bo'linglar, omonlikda ko'rishguncha. Xayr.